Kuni kecha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 70-sonli qarori qabul qilindi. Unga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasiga oliy ta'limdan keyingi ta'limga qabul qilish va o'qitish tartibi to'g'risidagi nizom qabul qilindi. Mazkur nizomda oldingi 2017-yilgi 304-qarorga nisbatan quyidagi farqlar mavjud. Ya'ni akademiyaga doktorantura, tayanch doktorantura va mustaqil tadqiqotchilikka qabul qilish uchun albatta talabgorlardan til sertifikati, B2 darajasidagi til sertifikati talab qilinadi. Bundan tashqari falsafa fanlari doktori ilmiy darajasiga talabgorlardan esa 3 ta oliy attestatsiya komissiyasi jurnallarida maqola hamda 3 ta tezis. Fan doktori, DCS ilmiy darajasiga da'vogarlardan esa 5 ta oliy attestatsiya komissiyasi jurnallaridagi maqola hamda 5 ta tezis talab qilinadi. Bundan tashqari imtihon jarayonlarida ham 2 ta imtihon topshirishadi. Birinchisi mutaxassislik fanidan yozma, og'zaki hamda test savollari bo'lib o'tadi va ikkinchi asosan ilmiy tadqiqot yo'nalishi bo'yicha taqdimoti, ya'ni dissertatsiyaning batafsil tafsiloti haqida suhbat bo'lib o'tadi. Va mana shu ikki jarayon ham 100 balli shkalada baholanadi va ularning umumiy ballari hisoblanib o'qishga qabul qilinadi. Hujjatlar qabul qilish esa 15-sentyabrdan 15-oktyabrga qadar bo'lib o'tadi va bular albatta o'sha akademiyaning onlayn platformalarida qabul qilinadi hujjatlari. Bundan tashqari mazkur nizomda oliy ta'limdan keyingi ta'limga qabul qilinadigan doktorantlar, tayanch doktorantlar hamda mustaqil tadqiqotchilarning monitoring tizimlari va baholash mezonlari, ularga qo'yilgan talablar mazkur nizomda batafsil o'z aksini topgan. Har bir yillar kesimida ularga qo'yilgan monitoringlar ham mazkur nizomda belgilab berilgan. Shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, bugungi kunda akademiyaga qabul qilinadigan doktorantlar, tayanch doktorantlar hamda mustaqil izlanuvchilarning mavzulari esa davlat boshqaruvi tizimida iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishlari hamda kadrlar tayyorlash dasturlariga mos mavzular yo'nalishida mavzular tanlab olinishi kerak. Va bu uchun asosan akademiyada mavjud ilmiy laboratoriyalarda mavzular banki shakllantiriladi va bu mavzular banki ekspertlar tomonidan ko'rib chiqiladi va asosan bugungi kunda yurtimizda boshqaruv kadrlarini tayyorlash, iqtisodiyot sohasining ustuvor yo'nalishi va kadrlar tayyorlash siyosati va tizimlariga bag'ishlangan aktual mavzular haqida tadqiqotlar olib boriladi.